Assalomu alaykum YouTube obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Kimga shunaqa toza rassiski, bunaqa gibrid, toza galishdan xunajinlar kerak bo'lsa, yangilardan, yangi partiyalardan keldi, dahshatidan. O'zimizga yaqin o'rtog'imizning xonadonidan dahshat bo'zaylar chiqaramiz sizlarga, obzorini qilib beramiz. Manzillarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixon mahallasida. Bo'zaylar xudo xohlasa hammasini zoti bor, sifati kuchli bo'zaylar, yeb ichisiga, sog'lomligiga, tani joniga garantiya beriladi. Bir dona yashur kasalligiga garantiya berilmaydi. Yashur kasallik bu havodan yo'qolgan kasallik. Hozir undan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. O'sha pashti yo'qoldi yashur kasallik, yashurdan ham chiqdi. Bo'zaylar dahshatlari. Bo'lmasa narxlarini bitta yosh oyliklarini sizlarga o'zimiz ma'lumotlarini berib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, egalarining nomerini ekranga qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Bo'lmasa videoni boshladik biz. Bir dona galishdan xunajinimiz mana. Tozasidan jonivor o'ynab yuradi. Dahshatidan kelib qolgan, yosh oyligi 5 oylik bo'zay. Ostilari ham dahshat, yeb ichtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. 5 oylik bo'zay. Narxi 15 million 200 ming so'm. Kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib berishadi. Bo'zay dahshatdan so'raganlar mana udorlardan olib keldik. Bir dona bundaqa gibrid xunajinimiz bor. Avlikolga rossiyskiy gibrid dahshatidan. Bo'zayni ko'ryapsizlar mana, et boshi hamma yo'g'i joyida, yeb ichisi, sog'lomligi, tani joni zo'r bo'zaylar. Buni yosh oyligi ham 5 oy, 4,5 oy, 5 oylik bo'zay, orqalari pachka bo'lib yotibdi mana. Buni narxiga 14 million so'm ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Voqalarga ham chiqaramiz, faqat kelishilgan holatda. Gibrid xunajinimiz mana. Gibrid xunajin ishqibozlariga bir dona gibrid xunajin dahshatidan, yeb ichisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya. Haydaginda bu yoqqa. Bo'zayni ko'rasizlar hozir. Bu bashti dehqonchilik desanglar ham bo'ladi. Bo'zayni ko'ryapsizlar mana. Dahshatlaridan. Ularda hammasini yosh oyligi 4 oy, 5 oy, 4,5 oy, 5 oy, 6 oylik bo'zaylar. Bu bo'zayni ko'ryapsizlar. Yaxshi yeb ichmasa bo'zay bunaqa holatda turmaydi. Hammasi yaltirab yotibdi. Buni narxi 14 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Bu yerda bir dona mana rossiyskiy xunajinimiz ham bor. Yosh oyligi 6 oylik. Mana bo'zay. Chupaganga ham ketaveradi. Ikkosi ham bir-biridan kuchli. Bitta galishdan, bitta rossiyskiy. Galishtinga 15 million narx aytdi. 15 million 200 ming so'm. Rossiyskiyimiz 6 oylik, narxiga 16 million so'm kami bor deyapmiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Dehqon xonadonidan desanglar ham bo'laveradi. 16 million so'm. Agar galishtim bilan birga olaman bir joyga deydigan akalarimiz chiqsa, 16 million 15 million 200 ming 31 million 200 ming so'm bo'lar ekan, 30 million 500 ming so'm qilib beraveramiz. Bir joyga kamini qilib beramiz. Bu yerda bir dona toza rossiyskiy xunajinimiz bor mana. Qochma xunajin buqaga tayyaridan. Shunday olib borasizlar, buqaga qo'ysanglar bo'laveradi. Kuykib yotibdi o'zi. Yeb ichtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya buni ham. Buqaga tayyaridan kerak, sigir qilib olaman degan akalarimiz bo'lsa, u oq yelin oq tutay dahshatidan. Buni narxi 20 million 500 ming so'm. Ozgina kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz. Bu yerda oxirgi bo'zayimiz bir dona shved bo'zayimiz qoldi. Shved bo'zayimizni bu ham 5,5-6 oylik atrofida, yeb ichtilari, sog'lomligi hamma yo'g'i joyida. Bu yoqqa haydangda. Bo'zay dahshat. Xudo xohlasa hammasini et boshi udor. Oxirgi bo'zayimiz mana. Buni narxiga 15 million 500 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Shved ishqibozlariga. Ko'pi bu yerda rossiyskiy galishdan bo'zaylar.
Bu bo'zaylar qaranglar. Dahshatlaridan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, egasini nomerlarini kelishib, savdolashib, aytilgan narxlar muhim emas. Kelishib savdolashib olaverasizlar. Dastavkalarni vodiy bo'ylab qo'yib beradi, vohalarga ham chiqaradi, faqat kelishilgan holatlarda chiqaradi.